Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Farg'ona davlat texnika universiteti 3-bosqich talabasi Kamolov Shamsiddin. Bugun sizlarga yig'ish moslamalari va ularning turlari, tuzilishi va qo'llanilishi mavzusi bo'yicha tushunchalar beraman. Bugungi mavzuimiz rejasi, birinchi rejasi yig'ish moslamalari haqida umumiy tushuncha. İkinci rejasi yig'ish moslamalarining vazifasi va ahamiyati. Uchinchi reja yig'ish moslamalarining turlari. To'rtinchi reja yig'ish moslamalarining tuzilishi. Yig'ish moslamalari tushunchasi. Yig'ish moslamalari detallar va modellar yig'ish jarayonida ishlatiladigan maxsus texnologik qurilmalardir. Ular detallarni to'g'ri joylashtirish va mahkamlashga xizmat qiladi. Yig'ish aniqligi va mahsulot sifatini oshiradi. Yig'ish moslamalarining vazifalari: detallarni belgilangan holatda ushlab turish, o'zaro joylashish va aniqlikni ta'minlash. Yig'ish jarayonini tezlashtirish, ishchi mehnatini yengillashtirish, xatolik va nuqsonlarni kamaytirish. Yig'ish moslamalarining ahamiyati: ommaviy va seriyali ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Mahsulot sifatini barqarorligini ta'minlaydi. Mehnat unumdorligini oshiradi. Zamonaviy sanoat ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Yig'ish moslamalarining qo'llanishiga ko'ra turlari: oddiy, qo'lda ishlatiladigan moslamalar, mexanizatsiyalashgan moslamalar, avtomatlashtirilgan moslamalar va robotlashgan yig'ish moslamalari kiradi. Bu rasmda oddiy qo'lda ishlatiladigan moslama bo'lib, bu qo'shin halqalarini joylashtirish uchun yasalgan moslama. Yig'ish moslamalarining maqsadiga ko'ra turlari: joylashtiruvchi moslamalar, mahkamlovchi moslamalar, yo'naltiruvchi moslamalar, nazorat yig'ish moslamalari. Bu yerdagi nazorat yig'ish moslamasi bo'lib, bu diska feridon, mana bu detalni markaziy o'qda ushlab turish uchun, markaziy o'qda qatirayotganda, yig'ayotganda markaziy o'qda ta'minlab berish uchun, nazorat qilish uchun qo'llaniladi. Yig'ish moslamalarining konstruksiyasiga ko'ra turlari: yig'ish moslamalari foydalanish xarakteriga ko'ra 3 guruhga bo'linadi. Universal moslamalar, ixtisoslashtirilgan moslamalar, maxsus moslamalar. Universal moslamalar har xil turdagi detallarni yig'ishda qo'llaniladi. Tiski, bularga misol tiski, qisqichlar. Ixtisoslashtirilgan moslamalar bir xil turdagi, lekin o'lchamlari har xil detallar. Masalan, turli diametrdagi vallarni ushlab turuvchi moslamalar. Maxsus moslamalar faqat bitta turdagi mahsulotga yig'ish uchun tayyorlanadi. Masalan, avtomobil korpusini yig'ish liniyasi. Bu yerda chizmalarimizda, birinchi chizmamizda universal yig'ish moslamasi ko'rsatilgan, ikkinchi chizmamizda maxsus moslamamiz. Bunda avtomobil dvigatelining qo'shinini silindriga joylash, yig'ish oson bo'lish, yig'ish jarayonida ishlatiladigan stakan moslamasi. Uchinchi rasmimizda tashkillikda valga yig'ish jarayonida valga yig'ish
turlari. Bu yerda richak yordamida, bu yerda vintda, bu mana bu moslamalar bilan presslash yordamida tashinlik qoqiladi. Bu uchinchi bunisi ham maxsus moslama bo'ladi. Mana bu moslamamiz avtomobil dvigatelining galopkasida klapanlarni yig'ish uchun ishlatiladi. Tuzilishi bo'yicha turlari statsionar va ko'chma. Statsionar moslamalar doimiy joyga mahkamlanadigan bo'lib, yirik va og'ir detallar uchun ishlatiladi. Ko'chma moslamalar detallar bilan birga konveyer bo'ylab harakatlanishi mumkin. Unga yig'ish konveyerdagi konsteynerlar misol bo'ladi. Yig'ish moslamalarining tuzilishi. Har qanday yig'ish moslamasi quyidagi qismlardan iborat. Korpus. Barcha qismlar o'rnatiladigan asosiy tayanch. O'rnatish elementlari, bazalovchilar, barmoqlar, prizmalar, tayanch plitalar, qisuvchi mexanizmlar, vintli, richagli, pnevmatik yoki gidravlik qisqichlar, yo'naltiruvchi elementlar, arma yoki boshqa asboblar yo'naltirish uchun kiritlanadi. Qisuvchi mahkamlovchi qurilmalar. Qisish kuchi turli yo'llar bilan amalga oshiriladi. Mexanik, qo'l kuchi bilan, vintlar va eksentriklar. Vint bilan bunga vintli vtulkani, vintli yig'ish jarayoni. Pnevmatik siqilgan havo yordamida tezkor va charchatmaydi. Pnevmatik gidravlikka qaraganda tezroq bo'ladi. Gidravlik katta bosim talab qilinadigan og'ir mashinasozlikda ishlatiladi. Magnitli metall detallarini tezda mahkamlash uchun ishlatiladi. Payvandlash, yig'ish moslamalari. Payvandlashda detallar issiqlikdan qiyshayishi mumkin. Shuning uchun moslamalar tayyorlanadi. Detallarni qattiq ushlab turish kerak moslamalar. Payvand chokiga asbob, elektrod erkin yetib borishini ta'minlash kerak. Issiqlik samaradorligini tarqatishi lozim. Bu yerda o'sha payvandlash uchun yig'ish moslamasi, bu yerda profillarni yig'ish jarayonida, shu qovurqa qilib yig'ish jarayonida yig'ish moslamasi bunda aniqlik va sifatni oshirish, tezlikni oshirish uchun ishlatiladi. Avtomatlashtirilgan yig'ish moslamalari zamonaviy zavodlardan, masalan, avtosanoatda yig'ish moslamalari robotlashtirilgan robot detalni oladi, moslamaga qo'yadi. Pnevmatik qisqichlar avtomatik yopiladi va boshqa robot payvandlash yoki boltlaydi. Bu inson omilini yo'qotadi. Bunga misol robot yig'ish moslamalarining qo'llanilishi. Avtomobilsozlik, aviatsiya, maishiy texnika qurilishda asosan keng qo'llaniladi. Avtomobilsozlikda kuzov, dvigatel va transmissiyalarni yig'ishda, aviatsiyada fyuzel va qanot qismlarini birlashtirishda, maishiy texnikada muzlatgich, kir yuvish mashinalari liniyalarida, qurilishda temir beton konstruksiyalarni qoliplarida. To'g'ri tanlangan moslama ishchi unumdorligini 200-300% ga oshiradi. Brak, ya'ni nuqsonli mahsulotlar sonini kamaytiradi. Kam malakali ishchilar ham murakkab detallarni yig'ishga imkon beradi. Xulosa: yig'ish moslamalari zamonaviy ishlab chiqarishning skeleti hisoblanadi. Ularsiz mahsulotlarning aniqligi va serialligini ta'minlash imkonsiz.
Kelajakda aqlli datchiklar bilan jihozlangan smart moslamalar davri boshlanmoqda. Bugungi darsimiz e'tiboringiz uchun katta rahmat.